Osmonda har bir mu'min uchun ikki dona eshik bordir. Biri rizq eshigi, yana biri bo'lsa rahmat eshigidir. Gunohlar rahmatni to'sib, ma'naviy rizqlarni kamaytirib yetadi. Bundaq ahvolda mu'minning qilishga tegishli ishi bo'lsa tavbadir. Hazrati Umar xalifa vaqtida qishig'i bir jamoat kishilar kelgan bo'lib, o'zlariga qurg'oqchilik yetganligi to'g'risida shikoyat etdi va mundaq dedi: Ko'p ziyon uchirdik. Etizlarimiz, mol chorvalarimiz suvsiz qoldi. Jiq ziyon tortdik, deb yomg'ir yig'ish uchun duo qilishni talab qildi. Hazrati Umar bo'ladi deb xalqni masjidga to'plab, munbarga chiqdi va qo'llarini ichib mundaq duo qildi: Ey Alloh, bizga rahmat qilgin, deb to'xtamay istig'for etishga boshladi. Yomg'ir uchun duo talab qilgan kishilar hayron qoldi. Xalifa yomg'ir uchun duo qilmay davomli istig'for etib o'tadi. Atrofdagilar qiziqib so'radi. Hazrati Umar ularga: "Sizlar Rabbinglardan mag'firat tilanglar, chunki u hadiya qilguchidir. Mag'firat tilanglarki, osmondan ustinglarga mo'l yomg'ir yog'dirib bersin. Mol chorvalaringlarni, bolalaringlarni ko'paytib bersin. Sizlarga mo'l rizq va o'stanglari eqib turadigan bog'larni ehson qilsin. Sizlar uchun daryolarni eqitib bersin" degan oyatni o'qidi va mundaq dedi: "Men sizlar uchun osmonning eshigini ochadigan va yomg'ir yog'dirishga sabab bo'ladigan naqshni qilyapman." Tavba degan bandining o'zining ojiz ekanligini bilishi va qilgan xatoligiga pushaymon qilib, Rabbiga yuzlanishidan iboratdir. Banda Parvardigorining huzurida bo'ynini egib, "Sanga keldim, ey Alloh", deb ko'z yosh qilganida to'liq marhamatlik Rabbi uningga marhamat qilib rahmatiga oladi. O zot bandasini rahmatiga olganda, bandining azob oqibatlari ketidi, dardlari tugaydi. Ba'zi vaqtlarda dardlari butunlay tugamasligi mumkin. Buning ma'nosi bo'lsa, sabr bilan duoyingni davomlashtir. Qilgan zikr tasbihni texmi ko'p qil. Istig'for bilan o'zingni quchoqla demakdir. Janobi Alloh mundaq deydi: Beshig'i kun tushgan odam duo qilsa, uning duosini ijobat qiladigan, uning beshig'i kelgan eg'irchiliklarni ko'tarib yetadigan va sizlarni zaminning o'rin bosarlari qilgan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Sizlar ozg'ini vaz-nasihat olasizlar. Sura Naml 62-oyat. Suyimlik payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom mundaq deydi: Kimki davomli istig'for etsa, ya'ni Allohdan gunohlarini mag'firat qilish uchun duo qilsa, Alloh uning qiyinchiliklarini osonlashtirib beradi. Har qanday qiyinchilik ichidan bir chiqish yo'lini paydo qilib beradi va faqat o'ylab boqmagan bir yerdan rizq beradi. Mo'min bandining yalvorib qolgan duosi Allohni shu darajada xursand qiladiki, ba'zida shundoq uzun duo qilishni xohlaydi. Bu xil duo bandini Allohga yaqinlashtirdi-da, o'zini to'liq rohat his qiladi va dardlari tugaydi. Ba'zi yuksak maqomlar Alloh yo'lida har xil jafo mushaqqatlarga duchor bo'lish orqali erishiladi. Shuni esimizdan chiqarmasligimiz kerakki, dunyoning eng og'ir jafo mushaqqatlarini payg'ambarlar tatgan. Balkim Alloh mu'min bandisini oxirat hayotining boylaridan qilish uchun bu dunyoda yo'qsil qiladi. Xulosasi, Janob Alloh bizni qanday qilgan bo'lsa, shu eng yaxshisidir. Bizga yarashadigani bo'lsa, taqdirga rozi bo'lish, sabr qilish va shukr qilishdir.